بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن Ayollarımız hakiki Ayşe, Hadice radhiyallahu anhumadek Allah'ını suyduğan, Peygamberini suyduğan, dinini suyduğan, iri kışıdaki, yakşı boğan bir salih, dini boğan hizmet ve İslami ve her kandak Allah razı bulduğun hizmetinin kışıda iri bilen birle turup yakşı ecri alaydığın yakşı ayollar buluşuğa yardım kılaylı kerindaşlarımız. Çünkü ayollar bizning analarımız. Bizning yaxshi avlodlarimizning maydonga kiradigan haqiqiy manbasi qarindoshlarimiz. Shuning uchun dinsizlar bizning diyorlarimiz Turkiston vatanlarida birinchi qilib onalarni aqidadan, iymondan, ularning hijobidan, ularning axloqidan, ularning Allohni rozi qiladigan har qanday bir yaxshi amaldan ularni yana oshmoqda qarindoshlarimiz. Allah Hemimizni muşu amanetke caide amel kılıp onlarımızı hakiki dünya ve ahiret Allah razı bulduğun yaxşı işlağa hemkarlı şaylaydıgan ve zulümden kutulgan yaxşı anılarını cemiyette bizim Allah razılık için qo'g'dayalaydigan hakiki yaxşı günde bizge nasip olsun qarindoshlarimiz. Shuning uchun Payg'ambar alayhisolatu vasallam dedi ki sizlarning hammanglar podshoh. Dünyadaki hamma inson o'ziga mas'ul bo'lgan narsalardan so'raladi. Xitoylar va har qanday xristian yahudlarni ularga berilgan barliq huquqdan Alloh taolo so'roq qiladi qarindoshlarimiz. Biz musulmonlar buni to'nigan ekanmiz, mas'uliyatimizga, mush dunyoda ega chiqishimiz, mas'uliyatimizni yonimizga ilishimiz kerak. Shuning uchun qarindoshlarimiz biz Allah subhanahu va taologa ishondik. Allah taoloning payg'ambariga haqiqiy ergashdik, islomiy amallarga ching turdik. Ramazonda kirgan e'tiqodimiz va iymonimizga oxirigacha amal qildik, amal qilamiz degan g'oya nishonga kelgan bo'lsak, payg'ambar alayhisalom deganki, "Amin pastaqim. Sen e'tiqod qilgin, ondan e'tiqodingda ravus turgin." Yani senin hayatın ahirgacha bo'ladigan asosiy maqsading iymoningga va iymoningning shartlari va talablariga amal qilish bo'lsin degan mushu hadisga amal qilish. Hamshidaqla ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim g'ayril mag'dubi alayhim valaddallin. Bizni ravrush yo'lga sen in'am qilgan payg'ambarlar, siddiqlar bo'lib payg'ambar alayhisolatu vasallamga tushirilgan islom dinga bizni boshlig'in. G'azibinga yo'liqqan yahudlar, dinsizlar, kofirlar, har qanday mushriklarga yoki ezib ketgan xristianlarning yo'li emas, munofiq xoinlarning yo'li emas, Alloh subhanahu va taolaning ravus bo'lgan islom yo'liga bizni boshlig'in degan mushu biz qilgan duoyimizdagi yo'limiz va g'oyamizga chin turishni maqsad qilgan bo'lsak, qarindoshlarimiz bugundan tortib shuningga mustahkam turaylikki, Allah subhanahu va taolo bizning ustimizga qo'ygan farzlarni, amallarni va yaxshi bo'lgan har qanday faoliyatlarni Ramazon chiqib ketgandan keyinmi davomlashtiraylik. Allohga bo'lgan e'tiqodimizga, payg'ambar alayhisolatu vasallamga bo'lgan muhabbatimizda, ibodatimizga bo'lgan haqiqiy Allah rozi bo'lgudek amal qilishimizda, muomallarimiz va har qanday davet ve cihatlarımızda Ramazan çıkıp ketkenliğin keyin Kur'an ve hadis ve ehl-i sünni ulemalarının yolu uygun halette Allah subhanahu ve taala razı bo'lgudek yaxshi amallarni qilaydi. Bulut mu Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның hayotiga uygun halette yaxshi amallarni qilaydi. Şuna Allah Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın elçisi Muhammed aleyhisselam'da sizlar uchun yaxshi ulgu bor degan. Yani Muhammed aleyhisselam'ni yaxshi ulgu qilishinglar, mas'uliyatinglar degan. Undaqda ba'zi qarindoshlarimiz Ramazon chiqib ketgandan keyin darvozdan birga chiqadigan, Ramazon chiqib ketgandan keyin diniy farzlardan birga chiqib ketadigan kishilar to'g'riliq. Qur'oni Karim deganki, a'uzu billah. Jannat ahli do'zax ahlidan sizlarni do'zaxga nima kirgizib qo'ydi deb so'raydi. So'roqda do'zax ahli dediki,
lem neku minel musallin. Biz Allah subhanahu wa ta'alaga itiqad qilib, Allah subhanahu wa ta'alaga çoqunup namaz o'qishlardan bo'lmabdimizkan. Yani namaz İslam'daki asas rüknü. Yani İslam'ның farz amallari, ruknlari ve Allah'ның paygamberi bizga buyurgan yaxshi amallarni qilishga tirishchilik qilishlardan bo'lmabdimizkan deydi. Dedi. Yana Allah Teala Kur'an-ı Kerim'deki Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Fehalafe min ba'dihim halfun ada'us salate vettebe'uş şehevate fesavfe yalqavne gayyah. Ulardınkin bir izbesar bo'ldi. Yaxshi odamlar, yaxshi solihlardankin bir izbesar bo'ldi. Ular namozni zoya qildi. Yani İslam'ның asası bo'lgan birinchi asas itiqad ve amel bo'lgan, Allah Taala bilan sirdishilgan, Allah Taalaga sayda qo'yilgan, sayda qiladigan namozni zoya qildi. Shu iblis do'zaxga kirishga sabab bo'lgan, Allohning buyrug'ini icra qilmagan şu iblis sabab bo'lgan, şu Allah Taalaga sayda qilish, Allohning buyruqlarini icra qilishdan iborat bo'lgan namozni ular zoya qilib etdi. Ular shahvatlarga geçti. Yani ko'ngil xohishiga, shahvatlarga, her türlü shahvatlar programmasidan kelib chiqqan har qanday siyosat ve her qanday fikrlarga erişish ularni Allohning yo'liga erishishdan chetitib qo'ydi. Hatta ki Ramazan ayda bir ay ro'za tutib, Allohga shinib, Ramazan chiqib bo'lguncha shishalar so'qishtirilib ketadigan, zina fohishlar eshib ketadigan, televizor her türlü narsada shahvoniy narsa qarab hayotini o'tkazadigan, o'zining bugun kundagi eng ashaddiy dinsiz zolimlar asli qilayotgan islomiy bo'lgan musulmonlar, ya'ni bo'libmi Uyg'ur musulmonlarga ve dünyadaki her kandak zulüm işini kılavatkan Müslümanlığa ve onların ahvalı qaraydıganga yoki chiqim qiladiğanga hech kandak iqtisodi yoki yardım beradiğanga hech kandak iqtidori yo'q shahvatlarga birilib ketadigan. Yani her kandak dinsizler, ya kafirlar, ya Hristiyan Yahudilar ularni azdurgan şu halakchilikka, şu ular boshlab qo'ygan xatolikqa minib beradigan şunda ahvallar biz bulupmu dünya Müslümanlarda, Uygur Müslümanlarda hazır körü ötülmemdi. Her türlük Arap İslam devletlerdi mi? Her türlük Avrupa İslam devletlerdi mi? Her türlük bulupmu bizdeki Uygur Müslümanlardı mı? Nurgun Müslümanlarımız turmular yetip kıyınlaşsa biz Ramazan çıkarsıla özümüzün mesuliyetinden çıkıp gelsek bulmaydı kardeşlerimiz. Şunun için Peygamber Aleyhisselam diyen ki وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا اِبْتَرَطْ عَلَيْهِ. Menin kulum, menin bendem onunla ben periz kılgan periz emellerden süymlük bir iş veren yıkıllık kılmadı. Yani bana yıkıllık kılgan, bana ibadet kılgan işinin en yaxşı onun üstündeki periz. Meni öz köngülde esise ben onu könglimde eseymen. Yani onunla her kandak işe yardım bermen. Meni o bir cemaat içinde esise ben onu onundan yaxşı bir cemaat içinde eseymen. Yani onunla Allah razı bulduğun yaxşı cemaatlerini hemrah bermen. Ben o bir gırı çıkıllaşsa onunla ben bir gula çıkılışımen. O bana bir gula çıkıllaşsa onunla ben bir gez çıkılışımen. O bana minip gelse ben onun kaşığa yürüp kelimen. Yani onun ışığa onun her kandak taraflarga yardım bermen dedi kardeşlerimiz. Biz hazırki Türkistan Müslümanlarının aşaddi Xitay komünistlerden bizden neçesi yuqori bo'lgan guruhi va kuchi va nima desa onu qilishga hazırki maddi quvvat yetadigan şu kafirlardan g'olib kelimiz. Şu bichora musulmonlarga ishimiz og'riydi deb bo'lsak, biz Ramazon chiqib ketganda özümüzün Allah oldiki qulchiligidan, Allohga yalvarishimizdan, Allah razı bo'lgan itiqadi, ibadi, iqtisodi her bir amellerimizden ve her qanday iqtidoriy amellerimizden, her qanday üstümüzdeki farz amellerimizden vazgeçmemiz gerek.
ailemizde yaxshi kasb qilib, ailemizni beqish mas'uliyatlarimizdan, ummatimizni kufrdan qutulishga tegishli bo'lgan har qanday diniy ibodatlar va amallar va kasblar va har qanday bir pantaraqqat va Allah rozi bo'lgudek Qur'on hadisga uyg'un bo'lgudek jihad va da'vatlarimizdan hargiz bosh kesmasligimiz kerak. Qarindoshlarimiz, Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimdagi "Vattaqu fitnatan la tusibannallazina zalamu minkum khassatan wa'lamu annalloha shadidul iqab." Sizlar bir fitnadan, bir azapdan saqlaninglarki, bu azap sizlardan zulm qilganlarga xususan kelmaydigan azapdan saqlaninglar. Bilinglarki, cho'qim Allah azabı qattiqdir dedi. Ya'ni Allah buyurgan farzlarni ado qilib unutmasanglar, mas'uliyatinglardan chiqib ketsanglar, islom darvozasi va islomiy farz amallar darvozasidan kirib qo'yaplar, tashlab qo'ysanglar, Allah sizlarga qattiq azobni, fitnani mubtalo qiladi. Bugungi ahvolimiz mana mushundan kelib chiqqan qarindoshlarimiz. Bizning Allohning oldiganligimizdan kelib chiqqan qarindoshlarimiz. Eng muhimi qarindoshlarimiz, Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda dediki: "Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Inna rabbaka labil mirsad." Bir adam, her qanday bir kishi, er bo'lsin, ayol bo'lsin, her qanday bir kishi og'izdan bir so'zni chiqaradi ekan, o so'zga Allah subhanahu wa ta'alaning dinini icra qildigan hech kimning dinini hargiz chala qo'ymay, hammani yezib turadigan nazoratchi farishta bor. Haqiqatan sening parvardigoring bo'libmi, kutib marab turdi dedi. Qarindoshlarimiz, biz Alloh taolaga ishondik, payg'ambar alayhisolatu vasallamga ishondik degan mush e'tiqodimizni rost degan bo'lsak, la ilaha illalloh degan mush e'tiqodimizga haqiqiy amal qilaylik qarindoshimiz. Yani Ramazan çıkıp ketkendan keyinmi şu ağzımızdan çıkargan şu şartga, Ramazanda qilgan tövbe puşaymonlarimizga, musulmon ummatiga, bulupmi uning ishidan ojiz musulmonlarga, bo'zaq qilganlarga, bulupmi Uyg'ur musulmonlarga alohida yordam qilish, bularni xorliqdan qutulish uchun qilgan tirishchiliklarimizga, qilgan ham tirishchiliklarimizga, qilgan va'dalarimizga amal qilaylik qarindoshlarimiz. Chunki bu la ilaha illallohni nurg'un İnsaniyet işidir. Nurgun insanlar, meyli Hristiyanlar, meyli Yahudlu olsun, ya ki butperesi olsun, ya ki şunca özünü halkarada çoğun sanap kalgan şu dinsiz Xitaylar olsun, bunu Allah Teala'nın bir iş pürsiga hem kalbini muş la ilahe illallah degen Muhammedun Resulullah degen muş itiqadqa iç pürsiga şula Allah bergen muş pürsatga ula zo'ravonlik qilganligi, Alloh taolo qarshilik qilganlik tufaylidan erisholmaydi. Eng muhimi, hatto munofiqlar, iniq bo'lgan jin munofiqlar og'izda la ilaha illalloh degan mush so'zni amaliyat qilib, Muhammad alayhisolatu vasallam Allohning elchisi degan so'zni amaliyat qilib, xuddi Qur'on degandek va iza laqul lazina amanu qalu amanna. Ular iymon etgan odamlarga uchrashsa amenna dedi. Yani bunun işiga her bir daire kirib ketadi. Allah'a ishondik, payg'ambarga ishondik, Qur'onga ishondik, Allohning farzlariga ishondik deydi. Ham shundaqla mush Alloh taolo rozi bo'lgan oy, kunlarga, ibodatlarga uchrashsa, bu oyatning ham ma'nosi biz Allohga ishondik deb qaytib kiradi. Va iza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum va innama nahnu mustahzi'un. Ular özlerining şeytanları qishiga ayrım bo'lsa, biz mu'minlarni zangli qilib o'tamiz. Biz sizlarning iddianglarda, ya'ni biz bu Alloh taolaga ishonmaymiz, payg'ambarga ishonmaymiz degan mush hukmni ulug'a oshkora jakarlaydi.
Qarindoshlarimiz, yana bir ma'nosi o'zlarining shaytonlari bilan xoli bo'lsa, ya'ni nafsiy shaytonlari, shahvoniy shaytonlari, har qanday ko'ngil keyindan kiradigan har qanday shaytonlar qashiga ayrim bo'lsa, ular men mush shaytonning gapini olsam bo'g'dak, mush shayton bilan bilib o'tma degan ma'nomi mushuning ishi kirib ketdi qarindoshlarimiz. Shunga mu'minlarning sifati allazina yakhshawna rabbahum bil g'aybi lahum maghfiratun va ajrun kabir. Kishilar yo'q yerda Parvardigordan qo'rqadigan kishilar, Parvardigordan qo'rqadigan mu'minlar, ular uchun cho'ng ajr bor dedi Alloh taolo. Qarindoshlarimiz, shuning uchun biz mushu Alloh taologa ishinib, payg'ambar alayhisolamga ishinib, payg'ambar alayhisolamning yo'lida, sunnatida qilgan ishlariga mana men deb turibmi azib ketgan shunday munofiqlarning ahvolini biz ko'rgan ekanmiz. Biz o'zimizda haqiqiy og'zimizdan chiqargan har bir Alloh taolo qilgan va'dalarimizga amal qiladigan bir iroda mekdir. Chunki Alloh mush munofiqlarning sifatlarining oxirisida ular ozg'unlikni to'g'rilikka sotib oldi. Ya'ni to'g'rilikni bilib ozg'unlikni oldi. Bular hidoyatni xuddi iymonni mal dunyo topadigan narsaga aylantirib qo'ydi. Nurg'un dinsizlarga sotilgan yoki har turli kofirlarga sotilib musulmonlarga xiyonat qilayotganlarmi boshda ba'zi bila bilmay mangan bo'lsa-mu, tadrijiy holatda shu iymonni og'izda dastak qilib mohiyatda kofirlardan olgan shu foydalari buning hammasi nimani bildirdi? Iymon orqali dunyolik foydaga erishishni bildirdi. Ya'ni bular iymon orqali oxiratdagi jannatga erishishni emas, bu dunyodagi dunyolik manfaatga erishishni o'ylaydi. Xuddi bular oltin yoqutning o'rniga zaharli chiqim, o'zini halok qiladigan zaharli chiqim sotib olgan o'xshaydi bular. Bularning bu tiyorati foyda bermadi deb bilib, Alloh buning oxirisida dediki, bular summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Bular munofiqlar summun gas. Ya'ni her qandaq dunyoda chiqayotgan ovozlarni anglaydi. Her türlü o'z to'g'riliq yoki o'zining atrofidagi to'g'riliq her türlü ovozlarni anglaydi-yu, Alloh taolaning azimati, qudrati, Alloh taolaning 99 ismlaridan iborat bo'lgan Alloh intiqom oladi. Alloh Zuljalal, kattalik egisi. Alloh hamma narsaga qodir. Alloh subhanahu va taolaning Malik yevmiddin, kıyamet gününe ilgisi, Allah kıyamet günüsü mutlak padişah hukukiga, bu dünyadan mutlak padişah hukukiga, kıyamet günüsü bu dünyadaki barlık, vaktlık padişahlarının hemmisini yok tutudu. Hiç kim iyi olalmaydı diyenin ibaret boğan. Şundak katlı sıfatlarını, kahhar, aziz, cebbar, hemmege hukuk yürüzüdü. Her kandak yamanlığımı yavaş kılıp alaydı. Diyen şundak katlı isimlerini ular tanımaydı. Bunda isimlerinin nasihatlerini bula, kulukunu vermeydi bula. Ama zalim padişahlar, kafirlar, her türlü azgın ruhlar, bulup bu dinsiz Xitaylarda kişilerin yoğanlık, çoğunluk ya ki onun debdibisini bunu çoğun bilip kaladı. Şu an Allah Kur'an-ı Kerim'de "Ellezî yüvessisu fî sudûrin nâs minel cinnet ve nâs" dedi. Cin ve insanlardan ibaret kişilerin ko'ngillariga vassi qiladigan, ya'ni kofirlarni, dinsizlarni, Allohning dushmanlarini, shaytonlarni, xristian, yahudlarni, cho'ng ko'rsatadigan qalbida, yo'g'on ko'rsatadigan Allohni, payg'ambarni, dinni, islomni va uning qimmatlarini buni cho'ng ko'rsatmaydigan, buni unutib qoladigan, mushundaq xulqiga har qanday dunyodagi naqshi çalgı, her türlü şahvani hevesler kirdi. Lakin Allah'ın sözü, Kur'an-ı Kerim'nin təsirlik taravatları kirmeydi bulga. Diyen manalarını bildirdik. Kardeşlerimiz. Şu hazırki köp sallık yaşlarımız, her türlü müziklerini anlaydıgan bolsa, közlüdün yaşık gidiyordu, təsirlik gidiyordu. Özümüzün imanını sürüştük. Bakayla, Allah'ın sözü Kur'an-ı Kerim'ini anlasak, ne için yürükümüz titremeydi? Ne için Allah Subhanahu ve Taala'nın ismini anlasak yürükümüz titremeydi? İzâ zukirallahu vecilet kulubuhum. Allah subhanahu izâ zukirallahu vecilet kulubuhum. Allah tilg'ansa, ularning yürekleri titraydi. Yürekleri burunqi holatdan veciletlanmas, bilak bir holatga o'zgardi-ki, yuragi qo'rqib Allah taoladan ayminadigan bo'ladi.
ularga Allohning oyatlari o'qib bilsa, u o'qib bilgan oyatlar ularga iymonni ziyodat qiladi. Shuning uchun qarindoshlarimiz biz mush iza zikrallohu vajilat qulubuhum va iza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana degan mushundaq mu'minlardan bo'ldikmi? Allah Taolani ismimizga alsak yuragimiz titraydigan, Allah subhanahu va taolani haqiqiy ism sifatlarini Allah Taolo har qandaq yadi ba har ishimizni ko'rib turdi, ilmi bilan va amaliy bo'lgan bizni bilish bilan har yerda bizni bilib turdi deb biz shundoq e'tiqod va amalda bo'ldikmi? O'zimizni tashib boqaylik. Ham Allohning oyatlari bizga o'qib berilganda, mush oyatlar bizning iymonimizni, e'tiqodimizni, bizning Allah roziligini qildigan yaxshi amallarimizga hassi qo'tishni ziyoda qildimi? Yomonlikni yenishimizga mush oyatlar bizga ziyoda qildimi deb har qanday olimlarimiz, ustozlarimiz, qorilarimiz Ramazonda bir oy Ramazonda Qur'onni o'qib tugatgandan keyin Ramazondan keyin mush eng küfrning asli qolib qolgan ash dinsiz Uyg'ur musulmonlarining qalbiga iymon, aqida, ruh, hidoyat soldimmi, solmadimmi? Men mush Qur'on hadisninki lafzi tarjimalar qilam, to'xtab qoldimmi yoki ularni Qur'on hadisning tarbiyasining kelib chiqqan hayotida Allohni so'ygan, payg'ambarni so'ygan, islomiy bo'lgan har qanday qimmatlarni so'ygan, Allohning oxiratdagi bo'lgan rahmati, jannatini bu dunyodan yuqori bildigan, shahvatlarni boshqara oladigan, Allohning do'stligi do'st, dushmani dushman bo'la oladigan haqiqiy o'zining hozir turayotgan krizisi, xafaligini tushunadigan Muhammad alayhisolamga har qanday bir aqida, ibodat, axloq, muomalarda va har qanday bir kufri bo'lib dinsiz kommunistlar bilan qilgan kurashlarda odoq chiqib tura oladigan va xristian va yahudlar bilan qilgan kurashlardami odoq chiqib tura oladigan haqiqiy bir musulmon obrazini yarata oldimmi va tirishçilik qildimmi deb hammamiz o'zimizni tashirib qo'yaylik qarindoshlarimiz. Ikkinchisi bular summun. Undan keyin bukmun. Ular gacha. Ya'ni haqni, Allohning barobarligini tushansimi buni og'zidan chiqarmaydi. Hatto o'zigimi buni anglatmaydi. Men dunyoga nerdan keldim? Dunyoda nima ish qilaman? Nega ketaman deb buni bilmaydi. Buni tashirmaydi. Buni kishilarga so'zlamaydi. Qur'on, hadis va hidoyat va islomning nurg'un haqiqatini o'rgansimi, haqiqiy munofiq degan haqiqatni so'zlamay, uning ta'sini so'zlaydi deydi. Qarindoshlarimiz, har qanday ustozlarimiz, har qanday olimlarimiz Qur'on, hadisga uyg'un bo'lgan haqiqatlarni so'zlashga, ham har qanday so'zligimizni bilib so'zlashga tirishchilik qilishimiz kerak. Uchinchisi, bular umyu. Bular osmon va zaminni ko'radi. Onun keyindeki Allah Teala'nın barobarlik haqiqatini ko'rmaydi. Har bir ishning keyinida arkasida Allohning borligini bilmaydi. Valillahil izzatu va rasulihi va lil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Ishning boshida qiyinchilik, musibat, sinaq bo'lgani bilan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Oxirisda Allah uchun Allohning elchisi uchun, mu'minlar uchun izzat bo'ladi. Munofiqlar buni bilmaydi deydi. Shuning uchun qarindoshlarimiz munofiqlar buni bilish uchun la ya'lamun deydigan so'zni eshitdi. Allohning so'zi dinni, islomni haqiqiy qalbini ichib o'rgansa, Allohning so'zini va har qanday Alloh taolaning osmon zaminda qo'ygan pokitlarini har qanday bir inson bo'lsin, mayli dunyoning har qaysidagi bo'lgan, mayli ziyoli bo'lsin, har qanday xalq bo'lsin, har qanday fan va madaniyatda qancha uchiga chiqib ketgan inson bo'lsin, dinda qancha yuqorilib ketgan olim bo'lsin, hammasi Alloh subhanahu va taolaning azamati, qudrati, haybati, Alloh taolaning har bir ne'matlarini kechkunda tafakkur qiladi ekan. Yazkurunalloha qiyaman va qu'udan va ala junubihim yatafakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala ular o'ltirib yinayotgan holatda shu Alloh taolaning oldiki mas'uliyatini, hayotdagi har bir shayini Alloh yaratganligini, Alloh uning arsi borligini, ular aslab Allah subhanahu wa ta'alaning barbarligida tafakkur qilib, qudratini tafakkur qilib, oxirisdan deydi, bizni dunyodagi hech narsani bekor yaratmading. Allah bizni do'zax azobidan saqlag'in deydi. Deb Allah subhanahu wa ta'ala mana shu oyatda bizga alohida ogohlantirib, bizni fikrning insoni qildi Allah taala.
Dünyadaki her bir narsa qarasak, ko'zimizni yumulib ketmasdan, dunyodagi taraqqiyot, siyosat, jamiyat, iqtisod, hayotlik, mu'minlar va dushmanlar, kofirlar, har qanday bir insonlar, har qanday hayotlikqa, o'zimizning har bir qilmishiga qarab tafakkur qilishga yetaklaydi Alloh taolo. Shunga munofiqlarning bir ishi umyun. Bular suratlik insonlarning havasini qo'zg'aydigan ayollarni ko'raligim bilan har turli nashoyan shahvati narsalarni foydalanib ko'raligini bilan har turli naqshi musiqalardan, har turli kofir dinsizlar, har turli Alloh qarshi kuchi guruhlarning, shaytonlarning, shaytoniy raislarning gap so'zidan ta'sirlangani bilan Allohning so'zi Qur'ondan ta'sirlanmaydi. Allah'ın azameti kudretini ta'sirlanmaydi. Peygamber Aleyhisselam'ın hayatını ta'sirlanmaydi. İslam onun ta'limotlarini ta'sirlanmaydi. Müminlarga şefkat qilishni bilmaydi. O'zining qo'li orqali, o'zining suiqasdi orqali kofir dinsizlarga musulmonlarni har turli yomonlikqa, yomon ishga, xor bo'lishga yetaklab qo'yganligi ve kafirlerin qo'lida hilak bo'lishiga sabab bo'lganligini hatto sezmaydi. Demek bular Allah tarafiga, hidoyat tarafiga yenib kelmaydi dedi. Qarindoshlarimiz, har birimizdan Allah subhanahu va taolo mana yuqorqidek mushu Ramazon oylarida islom darvosiga kirib qo'yib, undan yanib oldigan insonlardan emas, Allah taolo haqqi xolis bo'lgan islomga bir kirguncha Allah subhanahu va taoloning oldiga berib qo'yib ching turganlardan qilsin. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ki İlla men tâbe ve âmene ve amile salihan fe ulaike yedhulûnel cenneh ve la yuzlamûne şey'e. Lekin tövbe kılgan ve iman etkan ve yaxshi amal kılgan, yani aktif bo'lgan, itiqadıma aktif, hareketchan, işengen itiqadıga amal kıladigan, yenib olmaydigan ve emniyeti her kandak dini ameller, ibadi ameller ve Allah'ın razı kıladigan cihadi ameller, İslam'a uygun bo'lgan davet amelleri ve Allah rızalıq üçün iqtisadını işitish. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sizlar hergizim yaxshilikka yetolmaysizlar, jannatga kirolmaysizlar. Sizlar o'zingizga yaxshi ko'rgan narsani Alloh yo'lida chiqim qilmay turib dedi. Qarindoshlarimiz, Ramazon oyida farz sadaqalarni, zakatlarni, sadaqa fitrini joyida ado qilgan bo'lsak, Ramazon chiqib ketgandan keyin bo'libmi hozirgidek qiyinchilik mezgillarda bizning alohida iqtisodiy yordamlarni qilish mas'uliyatimiz bor. Hattoki ishlab turib, ishigirimizning bir bo'lagini Alloh uchun chiqib qilish mas'uliyatimiz bor. Biz burunqidek zakatından ayırıp qo'ydigan musulmon bo'lishdan bakroq, endi Allah bergan iqtisodimizni bir bo'lagini Alloh yo'lida chiqib qila oladigan kollektiv holatda har birimiz $100 yoki 100 koy pul olsa, buningdan har oyda 10 koy yoki $10 yoki $20'dan Allah Taala uchun chiqim qiladigan, Allah yo'lida chiqib maqdiganlar uchun chiqim qiladigan, Allohning dinini o'rgatadigan, da'vat qiladiganlar uchun chiqim qiladigan, Allohning dinini qur'oniga uygun holatda jihad qiladiganlar uchun ishladigan, Allah subhanahu va taolo yo'lida xizmat qilib, da'vat qilib, Xudo oldi turganlikdan balavoqlari yoki she'rlab ketganlikdan balavoqlari och yalang'och qolganlarga chiqim qila oladigan, kelgusi islom ummatimizning taraqqiyoti, qutilishi uchun chiqim qila oladigan bir ummatga aylanishimiz kerak. Hammamizni Allah subhanahu va taolo dunyo oxirat taqvodorlardan qilsin. İttaqullah, innalloha ma'al muttaqin. Allohdan haqqi taqvodor bo'linglar. Allah'dan taqvodor bo'lganlarga dunyo va oxirat yordam qiladi. Va salli ala Muhammadin va sahbihi ajmain. Ey mehribon ulug' Allah, har birimizni qalbimiz, ruhimiz bilan Alloh taolo xolis bo'lg'uchilarni qilsalar. Mushu Ramazon oyida Allah taolo qaytib kelgunicha Allohning oldida o'zining jamoliga, o'zining jannatiga, o'zining marhamatiga ushishib bo'lguncha, Firdaus jannatiga kirib bo'lguncha ching turadigan, iymonning talablariga amal qiladigan haqiqiy xolis mu'minlarning bo'lg'ini nasib qilsalar.
va kelgusi izbosarlarimizni Allohdan haq qo'rqadigan har bir fikri va har bir hissiyot va har bir tirishchanligi asyodi Alloh taolaning dinini ustun qilish yo'lida bo'ladigan izilgan dünya musulmonlarini qutqizish yo'li bo'ladigan bulutmi Uyg'ur musulmonlarini dinsiz kommunistlarning qo'lidan qutulishga tirishchanlik qiladigan yo'lga mangadigan haqiqiy musulmon saf niyatli xolis musulmonlarning bo'lishimizga yordam qilsalar. Hasbunallohi va ni'mal vakil. Ni'mal mavla va ni'mal nasir. Allohumma salli ala Muhammad va sahbihi ajma'in. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين.